Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar kanalidasizlar. Obunachilar, bugungi videomiz sizlar bilan juda ham qiziq bo'ladi. Ya'ni biz Google Play'dan zo'r o'yin topdik va bugun biz sizlar bilan o'zimizni sayyoramizni yo'q qilamiz. Ya'ni biz unga har xil meteoritlar, raketalar, xullas har xil narsalar jo'natamiz. Xullas video qiziq, video boshlanishdan oldin like, obunasizlardan va biz o'yinga kirishimiz mumkin. Hop, birinchi biz mana kirganmiz, bitta yo o'zimiz planetami yo Solnechniy sistemami. Biz o'zimiz planetamizga kiramiz albatta. Hop, bu yerda bizga avrazech qilyapti, baqa aylantirish. Hop, qanaqadir lazer bossa, bizga o'rgatyapti bu yerda. Tushunarli. Hop. Mana sayyoramiz uzoqdan bundan ko'rinyapti, atrofda oy aylanyapti. Bu bizning sayyoramiz. Biz qanaqadir mana shu qorong'u joylarda yashaymiz. Mana shu taraflardami? Birinchi biz sirazi oddiy meteorit jo'natib o'ramiz. Jo'natdim, nima ko'rmayapti meteorit? Oy. Qani, mana. Yaqinlashtiramiz. Mana uchyapti meteorit. Haydi. Yo-mayo, shu kichkina meteoritcha, voydi, obunachilar, shu kichkina meteoritcha butun yer sayyorasini biz o'zi 2 milliarddan oshiq odam o'libdi. Yo-mayo. Hop, biz yana mana qanaqa chornay dira oldiga qo'yamiz, ya'ni vaqt ancha tez o'tishi mumkin. Voydi, odamlar sonini qaranglar, o'lgan odamlar o'lgan sonlarini 4 milliarddan oshiq odam o'ldi o'zi. Yo-mayo, nimalar qildim o'zimiz sayyorami? Hop, qanaqadir chaqmoq. Birinchi marta ko'ryapman chaqmoq unaqa bo'layotganini. Voy. Sayyora yarimi yo'q ketdi. Xuddi katta qurt kelib yer sayyorasini tishlab ketganga o'xshaydi. Sbrosить planeta. Xudoga shukr, biz yana buni qaytarishimiz mumkin. Hop, yana bizga bu yerda nimalar bor? Hop, bu yerda lazerlar, mana har xil yozuvlar yozishimiz mumkin bunga. Masalan, mana Demara bu degan yozuvimga 2 milliarddan oshiq odam o'ldi. Sbrosить planeta va biz yana o'sha yangi planetadamiz. Biz muzlatadigan lazer hamma yoqqa muzli davri boshlanadi yer sayyorasida bo'ldi. Qarasam kundan kunga temperaturalar issiqlab ketyapti. O'zi hozir ham vashi telayotib obunachilar bitta mana kamerasini ro'parasida o'tirisham vashi terilaydi. Serios odam vashi qiyin. Havo juda ham issiq. O'shaning uchun muzli davra qilamiz. Sbrosить planeta. Hop. Yana nimalar bor bu yerda? Qanaqadir 8 oyoqmi bu? Mana jo'natib ko'raylikchi. O'yin avasi. Sbrosить planeta. Qanaqadir bu yerda nima qilsa, yo-mayo, dash deb budish deyapti. Qanaqadir ajdarhoga o'xshagan nas kelib, o'ydi, yer sayyorasini ichigacha nima qilib. Bu yerda qanaqadir fioletli odam bor ekan, kimligini bilmadim-mi? Bunda bossalaring kelib uradi mana. Hamma yog'iga bosib tashlaymiz, yer sayyorasi nima qilar ekan ko'ramiz. Afigech. Qanday? Mana yer sayyorasi nima qoldi? Ichidagi yerda sentrgacha ham bordik, obunachilar. Sbrosить planeta. Biz mana yerda shitlar bor ekan, obunachilar, davay bitta layfhack qilamiz. Hamma yog'iga shitlarni qo'yib tashlaymiz-da, ki oxirida har xil meteorit, har xil ispitaniya, shuna narsalarni jo'natamiz. O'zi qaranglar, obunachilar.
keyingi video sizlarga qiziq bo'lishiga va'da beraman obunachilar, chunki keyingi videoda sizlar mana bu kanalimizda почти 60 ta video bo'lsa, 60 ta videoning ichida kommentariyalarga nechtadan ortiq savollar berilgan menga, ya'ni men ularga javob bermayapman. Va keyingi videoda shu kommentariyalaringiz savolga javob berishga va'da beraman obunachilar. O'shaning uchun tezda pastga tushib kommentariy yozinglar. Любой savollarini berib va keyingi videolarda xudo xolasa javob berishim mumkin. Hozir biz bitta shitlar qo'yilyapti yer sayyorasiga. Hozir nima bo'lishini ko'rasizlar obunachilar. Birinchi oy sayyora oy deb tashlab ko'ramiz. Yo'q, oyam bu shitga qarshi chiqolmadi. Oyam lekin kamerani to'g'rilaymiz. Tushunishim bo'yicha bitta hamma narsa chaqmoqlar chaqtirib ko'ramiz. Bu даже qiziq ham bas ekan obunachilar, bu birorta narsa jo'natganimiz sari bu shitlar bittama-bitta buzilib yo'qib ketaverar ekan. Mana o'zi yarimi qolmadi, ochiq joylari qoldi. Ё-моё. Это, конечно, плохо. Черная dira. Qora nuqtami? Qora tuni. Ё-моё. Ishtima bo'lmadi, sero. Voy bu. Endi mayli, yana ozgina lazerlar jo'nataylik, oxirida eng kuchli narsamiz qilamiz. Ya'ni anu qora siyohrang odamni jo'natamiz. Mana o'tmayapti shitdan obunachilar. Yo'q, o'tyapti. Ochiq joylari ham bor. Mana netlari, akellarimiz uzlayapti. Uje tinch akani menimcha video, hind akanimi ekan. Xullas, ikkalasidan bittasi, chunki katta akan ekan. Va endi obunachilar, eng kuchlisi hamma yog'iga anu odamlarni qo'yib ketamiz. Siyohrang bor-ku. Bitta urdi bo'ldi. Yer sayyorasi o'zi mana shu tomoni qolmadi. Lekin shu normalniy darajada saqladi. Lekin endi biz hamma yog'iga qo'yib tashlaymiz. Nima hamma joyga qo'yilmayapti. Allo! Yana qaytida shitlar bor. Mana bo'ldi. Hamma yo'qlariga qo'yib tashlaymiz manetlarga. Endi yer sayyorasidan nima qolishini ko'ramiz. Bo'ldi, ishtiman qolmadi sero. Mana uni qaranglar, nima qoldi yer sayyorasidan. Bu shit bitlaring ham hech nimani qutqara olmadi. Lekin mana shunday go'zal sayyoramiz bor, lekin serios. Mana bunday uzoqdan bunday qarasa, mana shunaqangi chiroyli sayyoralar bor. Mana biz manetlardamiz qayerdadir. Mana obunachilar, video yoqqan bo'lsa like, obuna bosishni esdan chiqarmanglar. Eslatib o'tganimdek obunachilar, keyingi videoda savollaringizga javob beraman. O'shaning uchun birorta savollaringiz bo'lsa, tezda pastga tushib kommentariyaga yozib ketishlari mumkin. Sizlar bilan men bo'ldim, Mahsin Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.